Jamoldan ko'p shogirdlarim orasida eng kenjasi. Shunaqa iqtidori borki, o'xshatma qiladigan bo'lsam, o'sha mana buyuk ustozlarni, shu Farg'onada o'tgan ustozlarni Tavakkal aka, Qodirov yo'llariga o'xshataman. Eng kelajakda xalqimizning xizmatini ham qiladi. Omadini bersin. Jamoliddin o'z ustida bir ishlaydigan, har bir o'zini o'rtoqlaridan ozgina farqlanib turadigan, bir ma'naviy boy, bir o'sha o'zini yoshiga nisbatan ham o'rtoqlarning ichida ajrab turadi. Qanaqa tomondan bosiqligi, uni mana shu har bir faqat musiqa yo'nalishida emas, darslarda a'lochiligi, xudo xolasa nafaqat shahar, viloyat, respublika, qo'shni davlatlarda, chet ellarda o'zimiz O'zbekistonimizni shunday yoshlari borligini munosib ko'rsatishadi degan umiddaman. Bo'sh vaqtlarimda kitob o'qiyman, rasm chizaman va uy ishlariga qarashaman va bobomni nasihatlarini ko'proq eshitishga harakat qilaman. Musiqadan tashqari botanika faniga ham juda qiziqaman. Bu botanikada shu o'simliklarning qanday rivojlanishi, daraxtlarning qanday o'sishi, qanday mevalar hosil bo'lishi menga juda ham qiziq. Jamoliddin tabiatan og'ir bosiq bola. Nafaqat uyda, nafaqat maktabda ham o'rtoqlariga juda ham chiroyli o'rnak bo'ladi. O'qituvchilar ham juda faxrlanishadi Jamoliddindan. Shu darajaga yetib kelishiga ishonmagandim. Mana hozir ishonch hosil qilyapman. Yulduzcha loyihasida qatnashdi. Masalan, ko'p bolalar kabi o'g'lim sovrindorlar qatorida turibdi. Shundan men faxrlanaman va xursandman. Jamoliddin kenja farzandimiz. Uni hamisha qo'llab-quvvatlab kelamiz. San'at sohasiga qiziqishi baland. Kelajakda yetuk san'atkorlardan bo'lishini xohlaymiz. Sarvitu bi sindik
ko'rdik. Mana bugun Alijonov Jamol hamda Ilyos Arabov birgalikda juda ham chiroyli qo'shiq ijro etishdi. Yigit sizga moslashdimi yo siz yigitning ovoziga moslashdingizmi? Manimcha men yigitga moslashdim, chunki moslashmadan ilojimiz yo'q. Chunki bularda sal parda balandroq, hozir ovoz bolalik ovoz bo'lgani uchun bularda sal baland bir kvarta, kvinta balandroq bo'ladi parda. Nimaga aynan bu qo'shiqni tanladinglar? Yo shu qo'shiq yoqadimi sizga? Albatta yoqadi. Albatta yoqadi. Yaxshi. Ana endi ijro qanday bo'lganligini hakamlar hay'atiga murojaat qilsak. Birinchi bo'lib o'z fikrlarini O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitovadan boshlaymiz. Men hech qanday bir e'tirozim, hech narsa yo'q. Gap so'zsiz 10 ball demoqchiman. 10 ball. Avazbek aka, marhamat. Juda chiroyli ijro bo'ldi. 10 ball. Jamoldan kayfiyat ko'tarilsa endi borgan sari 2 ta 10 dan keyin. Hozir shunisini eshitamiz. O'zbekiston xalq artisti Munojot Yo'lchiyeva, marhamat. Haqiqatan juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Ilyosbek sizga katta rahmat. Mana shu yigitimizga, o'g'limizga shu ashulani singdirganligingiz ko'rinib turibdi. Men ham 10 ball qo'yaman. O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov. Bizi ishtirokchimiz Jamoliddinda tug'ma nafas bor ekan. Xonanda uchun eng zarur bo'lgan narsa tug'ma to'g'ri nafas olish. Mana shu narsa juda ham yordam berdi mana shu bugungi ijroda. Men ham 10 ball qo'yaman. Baraka toping. Olqishlar. Jamoliddin, tabriklaymiz ukajon. Bundan-da kelajagingiz porloq bo'lishini tilab qolamiz. Ilyosbek, sizga esa shunday shogirdlar yetishganingiz uchun rahmat deb qolamiz. Rahmat. Rahmat.